Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana bugun bizlar siz bilishingiz mumkin bo'lmagan faktlarni, lifehacklarni ko'rib o'tamiz. Bular albatta sizga foydasi tegadi degan umiddaman. Xo'p, unda bizlar birinchi qilishimiz kerak bo'lgan lifehack, ya'ni suvni to'xtatib qo'yish lifehacki bo'lib, xo'p, ko'rdinglar, u suvni to'xtatib qo'ya oldi. Bizga mana bu kerak. Bu mana shu uchalasi bizga mana shu lifehackni bajarishimizda asqotadi, ya'ni bizga ozgina joy kerak. Suv va richak hamda suv boshqa joyga qo'ydik va suvni bu yoqqa qo'yamiz. Xo'p, va biz endi richakni faollashtiramiz. Va bu lifehackimiz ishladi. Hozir yana bir narsani sinab ko'ramiz. Xo'p, mana rostdan ham lifehackimiz ishladi, ya'ni suv bir joyda qotib qoldi. Buni ostidan ham bo'lar ekan, ya'ni suv bu dekorativ vazifani bajaradi. Endi suv hech qayerga qochib ketmaydi. Xo'p, va keyingi lifehackga o'tamiz. Buni hozirroq tekshirib ko'rmasak bo'lmaydi. Kerak bo'ladigan keyingi narsalar Ender Pearl, bu va bu hamda eng muhimi asal. Xo'p, birinchi navbatda mana bu yerdan ozgina joy ochamiz. Deyarli joyimiz ham tayyor ekan. Va bunisidan biroz qotib qoldimi? Hamda suv va ustiga asal blok. Xo'p, vaqtimizga yana bir chelak suvimiz bor. Va buni bu yoqqa qo'yamiz hamda Ender Pearlni otib ko'ramiz. To'g'ri o'rtasiga. O'xshamadi yoki balandroqdan otish kerakmi? Ender Pearl rostdan ham qolib ketdi. Lifehack o'xshar ekan rostdan ham. Hozir biz yana bitta narsani sinab ko'ramiz, ozgina yig'ilsin. Va Ender Pearl bizni uchirib yuboradimi yo'qmi bilib olamiz. Xo'p. 1 2 3 bum. Portladi. Ender Pearl boyagi vaqtda tenta portlagan vaqtda yo'q bo'lib ketdi. Yaxshi, xo'p, bizning ikkinchi lifehackimiz o'xshadi. Demak, uchinchisiga o'tamiz. Servalda kerak bo'ladigan X-ray yasashni ko'rsatib o'tdi. Biz hozir shuni ko'ramiz. Bu kerak, bu va bu hamda bu biz mana shu narsalardan bor yo'g'i X-ray yasab olar ekanmiz. Xo'p, bizning birinchi qiladigan ishimiz buni qo'yish va buni ikki tomoniga qo'yish hamda buni bu yoqqa, buni bu yoqqa va buni bu yoqqa. Buni bu yoqqa va mana bunday va mana bunday. Xo'p, bunaqa va bunaqa. Va uji tayyor bo'lib qoldi. Mana buni olib tashlaymiz. Xo'p, va ichamiz. Buni ko'taramiz. O'zimiz uchun buni ichamiz va buni bu yerga hamda oxirida richak qolibdi. Mana oxirgisi bum. Va bizda balo ham bo'lmadi. Qani biz nima holatda turibmiz? Biz blokning ichida tiqilib turibmiz xolos. Bu ishlamas ekan. Xo'p. Ochil. Bu. Yaxshi, blokning orasiga tiqilib qolibmiz. Videoni shulargacha ko'rganlar bo'lsa, like bosishni unutmanglar, chunki biz hali hattoki 10 ta ham bo'lganimiz yo'q. Shu sababli obuna bo'lishni ham unutmanglar. Xayr, sog' bo'linglar.